Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Men bugun sizlarga mana shu spirulina kash haqida ma'lumot bermoqchiman. Buni tabiiy ko'rinishi, shirinlik ko'rinishi, keks ko'rinishi bor, bular kofesi ham bor, kashasi bor. Kashasi mana bunaqa bo'ladi. Mana shu pochkada 30 ta paketik bo'ladi, mana 30 grammdan. Buni tarkibida 10 gramm spirulina bor. Bu organizm uchun juda ham foydali. Spirulinani o'zi ovqat hisoblanadi. Tarkibida 70% gacha oqsil tutadi. Undan tashqari 3 xil omega 18 xil aminokislotali hamma vitamin minerallar bor buni tarkibida. Даже chaqaloqlarga ham beramiz. Buni nimaga? Chunki buni tarkibida ona sutida bor moddalar bor. Xo'p, bu adaptatsiyani zo'r qiladi. Organizmni полный tozalaydi ishlak-toksinlardan, даже radiatsiyadan tozalaydi, nurlanishdan tozalaydi organizmni. Undan tashqari yodga, temirga, kalsiyga juda ham boy, immunitetni ko'taradi, gemoglobinni ko'taradi, kalsiyni zo'r qilib beradi. Soch, tirnoq, teri uchun, zreniya uchun zo'r narsa, chunki B kompleks, A, E vitamin hammasi bor buni tarkibida. Buni tarkibida bitta D vitamini yo'q, atak hamma vitamin mineral komplekslari bor. Bu mahsulotni spirulinani aynan даже NASA kosmonavtlari ham iste'mol qilishadi. Kosmonavtlar uchun ham eng foydali ovqat sifatida iste'mol qilinadi bu mahsulot.